Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızda görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Hürmetli televizyon görüşler, aldı bilen bizdik tanağa bu hafta huzuruna sunmakçı olan haberlerimizin asasi mezmunu tunuşturmazdık. Tanada Reyna katili tutulduğu mevzulu haberimiz buldu. Amma malum boğanak İstanbul Ortaköy'deki Reyna klubunu kanıga boygan terörçü Abdülkadir Masharipov 16 yanvar günü keçide İstanbul'da qo'lga olindi. Shundaqla uning munosabatlik ba'zi tafsilotlarmi oshkorlandi. Shundaqla yana Malayziya 28 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligini oshkorladi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Malayziya axborot vositalarida 12 yanvar berilgan xabarlarda Xitoyda ziyoratda bo'lgan Malayziya muavin bosh ministri Zahid 2013-yildan buyon ta hozirgacha Malayziyaning 28 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligini oshkorlagan liqidan iborat bu xabar bo'ldi. Shundaqla Davosda Xitoyga qarshi namoyish mavzuli xabarimiz. Xitoy raisi Xi Jinping Davosda 17 yanvar boshlangan Dunyo iqtisod munbiri yig'iniga qatnashish uchun Shveysariyaga yetib keldi. Xi Jinping tarixda bu yig'in qatnashgan tunji Xitoy raisi bo'lib hisoblandi, ammo u bu yig'inga kelish bilan Uyg'ur va Tibet tashkilotlari tomonidan norozilik namoyishiga uchradi. Bu va bundan boshqa xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Reyna katili tutuldu. İstanbul Ortaköy'deki Reyna klubunu kanıga boygan terörçü Abdülkadir Masharipov 16 yanvar günü keçide İstanbul'un Esenler'de elip verilgen harekette qo'lga tushirildi. İstanbul Ortaköy'deki Reyna klubunu kanıga boygan terörçü Abu Muhammed Al-Khurasani laqamidagi Abdülkadir Masharipov 16 yanvar günü keçide İstanbul'un Esenler'de elip verilgen harekette qo'lga tushdi. Berilgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, İstanbul Esenler'deki bir o'ltiraq rayoniga elib berilgan harakatda saqchilar bu o'ltiraq rayonidagi bir binoning 5-qavatidagi uyga bostirib kirganda, bu uyda panohlanayotgan terrorchi darhol yoshirinishga urinib, o'zini daldiga olg'ichi orliqda naq maydonda qo'lga tushgan. Undan boshqa yana bu uyda uning bilan birlikda 3 ayolni o'z ichiga olgan 5 odam tutilgan. Ciddi bir xatarlikning oldini olish uchun elib berilgan bu harakatda Abdülkadir Masharipov ismli terrorchi Iroqlik bir Senegallik Dina A, Somalilik Aishem ve Misirlik Tanat Rara ismli 3 ayol, jami 5 kishi qo'lga tushgan. Ular salomatlik tekshirishidan keyin vatan ko'chasidagi İstanbul xavfsizlik idorasiga elib kelingan bo'lib, ularga munosabatli tekshirishlar jiddiy davom qilmoqda. Yuqori darajalik bir xavfsizlik mas'ulidan elingan ma'lumotlarga qaraganda, Reyna hujumchisini tutish uchun terrorlikqa qarshi tarmoqda maxsus atrat qurilgan. Bu maxsus atrat Reyna hujumidan keyingi 16 kunda hujumchining İstanbulga kelgan kundan boshlab taxminan 70 ming soatdan ko'proq kamera ko'rinishini tekshirib chiqqan. Saqchi qismlar tekshirish jarayonida munosabatli ko'p sondagi uxlayotgan o'g'illarning aniqlanganligini ilgari surgan. Terrorlikqa qarshi turish atrati hujumchining izini İstanbulga kelgan kundan boshlab tafsiliy tekshirgan. Bu vaqtda ma'lumot bergan saqchining bildirishicha, terrorchi Reynadagi qonliq voqeani paydo qilgandan keyin yaradorlarning orasiga so'qinib kirib sirtqa chiqqan. Hamda shu yerdagi bir taksiga chiqib, taxminan 300 metr mangandan keyin noma'lum bir sabab bilan taksidan tushib qolgan. Ma'lum vaqt piyoda mangandan keyin ikkinchi qatim yana taksiga chiqib, Zaytinburniga kelgan va yana o'xshashla aniq bo'lmagan sabab bilan taksidan tushgan. Qisqa vaqtdan keyin uchinchi qatim yana taksiga chiqqan terrorchi Zaytinburni'dagi bir oshxona oldida taksidan tushgan. 2 kundan keyin Asan yurtdagi uyiga qaytib ketib, shu yerda panohlangan. U tutilgan vaqtda 4 yoshlar atrofidagi o'g'limi yendi bor ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda bu ya'ni Reyna qotilining tutilgandan keyingi vaziyat haqida Türkiye'de faaliyet edip beriyotgan Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti raisi hurmatli Hidoyatullo O'g'izxon bilan suhbat edib boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Hurmatli Hidoyatullo hojim, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganliklari uchun ko'p rahmat etamiz. Rahmat aytaman. Hidoyatullo hojim, hamda sizga ma'lum bu 1-oyning 1-kundagi shu 2017-yili Yeni yıl keçisi yüz bergen bu vakadan keyin Türkiye'de nurg'unlagan bazı bir qism axborotlar mas'uliyatsizlik bilan Uyg'urlarni qaralash bir to'lqini qo'zg'alib nurg'unlagan dunyoning oldi bilan Türkiye'dagi Uyg'urlar boshda bo'lish bilan birga dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarimiz haqiqatan sarosimiga tushkunlikka bir xil ko'ngil yerim bo'ldi bu vaqadan keyin. Bu qandaq bo'lar, buni oqibati qandaq chiqadi degandek kunda har xil xabarlarni angladik, har xil xabarlar chiqib turdi.
Uyg'ur, Sharq Turkistonlik degandek atalg'ular bilan. Endi bu 16 yanvar kuni kechida oxiri tutilgan bo'ldi. Endi tutilib buning kim ekanligi, qanday elib borganligi degandek bir qadar burunqidan ko'p uchuq shaklda aniqlangandan keyin Uyg'urlar hech bo'lmaganda bir shaklda uf degan bo'ldi hamda. Ani o'zidan bir millatdan chiqib qolmaganligi uchun. Buning oldi bilan savolni uzatib o'tmay, bu voqeaning bugungi kungacha bo'lgan oraliqda sizlar Turkiyada faoliyat olib berayotgan bir jamiyat bo'lib turibsizlar bilan albatta sizlar nurg'unlagan savollarga, nurg'unlagan muxbirlarning nimasiga uchraysizlar. Bu Uyg'urlarga, Turkiyadagi Uyg'urlarga qanday bir ta'sir ko'rsatdi bu voqea? Biz bunun qarta Türkiye'deki barlıq Şarkı Türkistanlıklar ve umumi dünya miqyasidagi muhacir Uyghur qarindoshlarimiz bununla qattiq qayg'urib, ciddi bununla bir ochiq aşkara aniq bir pozitsiyada bo'ldik. Yani bunda bir terörni elbette qo'llamaganimizdek karşısında uyum taştak turduğanlığımızı ifadeledik. Bunu Türk halkı koydu, Türk devleti koydu. Şunun için bu noktada Xitayning ki muşundaq bir hadiseden paydalanıp Türkiye'deki teşvikatı sitvagan şüphelendileri, galçılar arkalık Şarkı Türkistan davasını, Şarkı Türkistan muhacirlerini hareket dairesini taraytıp boğaçkı terişkanlıkla bunun da görünüp duruptu. Bunun için biz bunun karta ciddi bir hareket kıldık. Hem ahirki neticede baş cinayetçininki Şarkı Türkistanlık ve Uygur olmaganlığı ortaya çıkandan keyin bununla hatta hükümet sahasideki çoğun şahsiyetlerimi bunun da bir hatalık bo'lganligini, keçirim soğanlığını ortaya çıkardı. Bunu kökendan keyin Uygur muhaciretdeki bütün Uygurlar konulara su sepkendek bir ohtattık. Nayeti bununla söyledik. Ama lakin bundan burun veya keyin mi bir millet buluş sütümüzden bizim aramızdan ses almalar çıkmamdı. Bunda bizni yüzümüzni kızıl kılıdığan, yüzümüzni kızaytıdığan, şunday bir ahvalda koyduğan Uygurlar çıkmamdı değilse dünyada barlık millette şunday ahvallar boğanıdek elbette bizim aramızdan mı ses almalar şundan naçar melun insanların çıkıp duruşumu tabii ahval. Bunun için şikayettal cinayetçi, şikayettal hain eblahlının bizning aramızdan chiqib umumi 40 milyon Sharqiy Turkistonliklar muhaciratda yashayotgan 3-4 milyon Uyg'ur diasporasiga yüklab ularni buning ostida izishga terishishga hem yo'l qo'ymaymiz, hem buningga bütün aqli va hech qanday bir normal inson buni qabul qilmaydi. Bu nuqtadan olib aytganda inshaalloh bunday bir fitna ahvola bizninki bunda mukaddes tiyi haqliq bo'lgan meşru kanunluk bir dava, Şarkı Türkistan davası. Bunda şüphelendi hareketli bilen bunda 3-5 kişininki bunda işte çetlik konuşumu bunu karlayamaydı, yok kılamaydı. Bu dava intayin sütkoğuşaş ak halal bir dava, Şarkı Türkistan davası. Bunun meşruiyeti, kanunluk haysiyetine ve bu davanı elip birişteki haklılıkımızı hiç kaçan yoklatmayımız ve kolumuzun düşmeydi bu davanın bayrağı. Terrorchiga munosabatlik yangiliklar o'ttirg'i chiqdi. Reyna qatilining dastlabki ifodatlari aniqlangan bo'lib, 39 kishining o'lishiga sababchi bo'lgan Abduqodir Masharipovning Suriyaning Riqqadagi terrorlik tashkiloti Daeshning amiridan hujum uchun buyruq olganligi o'ttirg'i chiqdi. Hürriyet gazetining 18 yanvar kundagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Reyna qatilining dastlabki ifodalari aniqlandi. 39 kishining o'lishiga sababchi bo'lgan Abduqodir Masharipovning Suriyaning Riqqadagi terrorlik tashkiloti Islom davlatining amiridan shu kechasi Taksimda qotillik qilish uchun buyruq olganligi o'ttirg'i chiqdi. Masharipov iqrosida Taksimga bordim. Puxta tayyorlik bor edi. Menga buyruq bergan kishi bilan yangidan aloqa qurdim. Natijada yangidan nishon izlamoqchi bo'ldik. Sahilda taksi bilan aylandim. Reyna eng muvofiq bilindi. Buni Riqqadagi kishiga dedim. U qabul qildi deb ifoda bildirgan.
Uning bildirishicha, u Afg'onistondagi Al-Qoida tarmoqlarida har xil qurollarni ishlatishni o'rgangan. Undan keyin terrorlik tashkiloti Daeshga o'tgan. U hujum qilmoqchi bo'lgan nishonni qanday tanlaganligi to'g'risida mundaq degan. O'tgan yil 1-oyda Suriya urushiga qatnashish uchun Turkiyaga keldim va Konyada turdim. Bu asnoda yangi yil kechasi Taksimda harakat qilishim to'g'risida Riqqadan buyruq keldi. Taksimda tartilgan sin ko'rinishni avatdim. Taksim muvofiq ko'rildi. Yangi yil kuni kechasi Taksimga keldim. Nihoyatda puxta tayyorlik bor edi, ammo hujum qilishga mumkin bo'lmaydigandek ko'rindi. Menga buyruq bergan kishi bilan qayta ko'rishdim va Taksimning muvofiq emasligiga birlikka keldik. U menga yangidan boshqa bir nishon tepishga buyruq qildi. Men taksi bilan soat 22 oralig'ida sohilda aylandim. Hujum qilish uchun Reyna eng muvofiq bilindi. U yerda yuqori darajadagi bexatarlik tayyorlik bordek emas edi. Bu ahvolda menga buyruq bergan kishiga Reynaning eng muvofiq ekanligini dedim. U mu qabul qildi va harakatni shu yerda qilishimni buyurdi. Men taksi bilan Zaytinburniga keldim, turgan uydagi qurolni olib Reynaga keldim va u voqeani paydo qildim. İstanbul istihbarat va terrorga qarshi sho'ba idorasi 2 hafta iziga tushib tutgan terrorchi bilan munosabatli qo'lga tushirgan isbotlarga qaraganda, Masharipov yangi yil kechasi elib bormoqchi bo'lgan harakat uchun Konyadan 2016-yil 16 dekabr Istanbulga kelgan va dastlab Başak shahridagi bir uyga o'rinlashtirilgan. Vaqadan 2 kun burun Zaytinburniga yo'tkalgan. Vaqani sodir qilib, orqadan qo'l bombasidan birini portlatgan va yaralanganlar qatoriga so'qinib kirib olib, klubdan sirtqa chiqib olgan. U yerdan bir taksiga chiqib, birdan mangandan keyin puli yo'qligini aytib, Kuru Chashmada taksidan tushib qolgan. Undan keyin yana bir taksiga chiqib, Zinjirli ko'yga kelgan. U yerdan yana bir taksiga o'ltirib, pulini tushgan yerda beradiganligini aytib, Zaytinburniga kelgan. U yerda bir oshxonada ishlaydigan biridan taksi pulini olgan. U kechini shu atrofda o'tkazgan. Ertasi saharda uydan chiqib, Başak shahriga borgan. U yerdagi uydan bir iroqlikni o'z ichiga olgan. 2 kishi uni Asan yurtdagi tutilgan uyga elib kelgan. Uni bu uyga o'rinlashtirgan kishi uning yanida bir iroqlikni qo'yib, uning bilan xo'shlashgan. Bu uy bo'lsa, xili burunla ijaraga elinganligi ma'lum bo'ldi. Voqea yuz berib, ertasi Bakirgo'yda xizmat qilgan qatnash soqchisi bir mashinaning orqa tarafida o'ltirgan terrorchini tunib qolgan va mashinani to'sib, kimlik talab qilgan vaqtda qo'zg'olishga tamshilayotgan mashinadan tuyuqsizlar soqchiga qaratib o'q etilgan. Avtomobilni ishlatgan kishining soqchi idorasidagi ifodasida u kundagi kishining Reyna qotili ekanligi bildirilgan. Soqchilar yaygan torni taraytib elib borgan texnikalik va fizikalik tekshirishlarda terrorchining Asan yurtda turgan uyiga munosabatli tafsiliy isbotlar to'plangan. Bu qatimqi tutish harakatidan 3 kun burun soqchilar bu o'ltiraq rayonni va uyni kuzatish doirasiga olgan. 3 kunlik kuzatishdan keyin terrorchining uyda ekanligiga munosabatli isbotga erishib, kech soat 23 atrofida terrorlikqa qarshi turish harakat a'zolari eshikni cheqib uyga bostirib kirgan. Alohida harakat soqchilari bu harakatga yordamda bo'lgan. Soqchilar terrorchining dastlabda qechishga uringanligini, keyin qechishga ko'zi yetmay bosh ekanligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu vaqtda yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi shunaqla Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi hurmatli Seyit Tumturk apandini ziyorat qilamiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hurmatli Seyit Tumturk apandi oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Haqiqatan bu Reyna klubi qilingan hujum bo'lgandan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar qarindoshlarimiz haqiqatan nihoyatda cho'ng qayg'uga cho'mdi. Chunki boshdan bu voqea yuz berib axborotlardagi Turkiyaning ichidagi ba'zi bir axborotlarniki mas'uliyatsizlik qilishi bilan nurg'un Uyg'urlarni, Sharq Turkistonliklarni qarlaydigan narsalar ko'p chiqib ketganligi uchun bir xil qayg'uga cho'mgan to'qam oxirida 16 yanvar kuni kechida bu bosh jinoyatchininki tutilishi bilan dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlar Turkiya boshda bo'lish bilan bir uf degan bo'ldi. Endi siz bu tutilishi bilan Turkiyadami undan burunmi siz axborotlarda nurg'ulg'an bayonotlarni berib, suhbatlarga qatnashib turgandingiz. Bunun keyindan mayli davlatlik televiziya stansiyasi bo'lsin, TRT ovozda bo'lsin, boshda bo'lish bilan birga Turkiyaning nufuzli kanallarda oqa-oqida nurg'un programmalar qatnashdingiz. Bu vaqtda nurg'ulg'an Turk xalqiga bayonotlarni bergan bo'ldingiz suhbat programmalarida. Oldi bilan sizdan shu voqeaninki bu jinoyat tutilgandan keyingi vaziyatning Turkiyada qanday bo'lganligi haqida qanday qaraysiz va
bu sizni bu vaqa tutilish amallar hamma kanallardan chaqirib ketishi, xuddi bu Uyg'urlardan bir xil o'z vaqtidagi mas'uliyatsizlikdan axborotlardiki, bundan bir xil özür so'ragandek bir kayfiyatni his qildingizmi yoki qanday bir shaklda his qildingiz? Albatta bu birinci ayınınki birinci günü yüz bergen bu terör vakası, albatta biz bunu nefret bilen bunu tenkitlaymiz. Bu bir terör vakası. Bunu hiç kaçan bir İslami devlet yaki hilafet devletinin kığa işi de karmayımız. Çünkü İslam'da bunda bir cinayet, bunda bir katliam, katli onun ornu yok. Bunu bir kıtım esketişim gerek. Bu bolsa İslam dünyasını, Müslümanlarını bulup mu çıkan haberler karaganda Şarkı Türkistan Müslümanlarını bularını rencide kılış, bularını töhmet kılış bularının üstüge, bularını veyran kılış ve İslam'ını itibarsızlaştırış, Müslümanlığınki yüzünü tökeş için kılıngan bir cinayet de karasak buldu. Siz diyeceğin sual kelsek, bu aralıkta bu katil tutuldu. Yani ona 16. günü keçe, 17. günü seherge bağlanan günü bu katil İstanbul Esenler diyen müşür mahallede tutuldu. Anlaşımızca bunu ayağından başkalarına gepi bulavatıdı. Hoş, her xil gepler batı onu. Her xil gepler bulavatıdı. Şıkılıp biz bunun canlılık, çeyrek tutulganlıkların intayını kursan bulduk. Çünkü burada ölüp kalgan bolsa, ölük boğan bolsa, belki yana Uygurlar üstünde, Şarkı Türkistanlıklar üstünde bir kısım istihbaratlarınki, bir kısım hain münafıklarınki, bir kısım Şarkı Türkistanlıklarını veyran kılman diyen kuşların diyen gepleri üstümüzde kapkarış ihtimallıkı battı. Onun için ben Türk İçki İşler Ministerliği'ne, bizimki sakçı idarelerine, istihbarat organlarına Şarkı Türkistanlıklar namıdın minnettarlığını bildirmen ki bunu tirik tutuş arkalık, bunu sözletip bununla bütün ahvalını itiraf kılgızışkanlığını köydük, anladık. Bunun Uygur emez, Şarkı Türkistanlık emez, milletinin tacik, garajdanlıkının yani puhralıkının Özbek ikenlikini bunu tutkan bulduk. Elbette biz hiç kadar bir milletine ayıplamayız. Terörist diyen terörist, bu teröristinki özününki tevab olan terör cemaati bilen birge ataş gerek. Onun milleti bilen, devleti bilen, onun halkı bilen onu biz birleştirip koysak bu bir adaletsizlik buludu. Terörist şahsi özünün kıran cinayetinin elbette onun hesabını biriş gerek. Şunun sorukunu biriş gerek. Şarkı Türkistan İslamның unutilgan meselesi. Aljeriyada nashr qilinadigan Basair nomidagi haftalik jurnalning bu yil 1-oylik sonida Şarkı Türkistan İslamның unutilgan meselesi degan temada bir maqola e'lon qilindi. Aljeriyada nashr qilinadigan Basair nomidagi haftalik jurnalning bu yil 1-oylik 840 sonida Şarkı Türkistan İslamның unutilgan meselesi degan temada bir maqola e'lon qilindi. Bu maqolani Aljeriya Ulamolar birligining a'zosi va mazkur jurnalning bosh muharriri Tuhami Majuri nashrga tayyorlagan. Maqolada Turkiya radio televiziya idorasining uyushtirishi bilan Turkiyaning Antaliyada o'tkazilgan dunyo axborot sohasidagilarning uchrashish yig'inida Istiqlol televiziyasining mudiri Musa Abdulahad Turkistoni bilan suhbat elib borganligini va u kishining 1949-yili Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilingan vatani Sharqi Turkiston va xalqi Uyg'ur musulmonlari haqida so'zlab berganligini tilga olib, bu zamindagi musulmonlarning necha ming yillardan buyon mustaqil holatda yashab kelganligini, 1949-yili Xitoyning mustamlikasiga tushib qolganligini, shuningdek keyin Xinjiang deb Xitoycha ism qo'yib olganligini yozgan. Bu maqolada yana Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzidan qutulish uchun to'xtamay kurash qilib kelayotganligini, ammo har qitim Xitoyning qattiq bostirishi va qonli qirg'inchilik elib berishiga duch kelganligini, hozir Sharq Turkistonning vaziyati intayin nachar holatda bo'lib, Xitoy kommunistlari Sharq Turkiston musulmonlarining na dini, na millati, na urf odati, na tili va diniy qoida usullarining hech qaysisini e'tirof qilmaydiganligini, 50 yoshga yetmaganlarning masjidga kelishiga ruxsat qilinmaydiganligini, ro'za tutish cheklanadiganligini, Ramazon kunlari tushda tomoq yeyishga majburlanadiganligini, diniy dars o'qish, o'gitish, ayollarning hijoblanishi cheklanadiganligini, 2016-yil 11-oyda Xitoy tajovuzchilari Turkiston musulmonlarining oilasida bolalarga din o'gitishni cheklash haqida belgilama chiqarganligini, ya'ni shundoq besim va cheklama ostida turibmi, Turkiston musulmonlari intayin g'ayratlik va jasoratlik ekanligini tafsiliy sharhlab o'tgan.
Undan başqa Xitoy ma'muriy organlarining qo'rqitish, cheklash, turmaga tashlash, rag'batlantirish va har xil tarbiya vositalari bilan assimilyatsiya siyosati yurgizayotganligi, barliq maktablarda kommunizm ta'limotini o'rgatayotganligi, Xitoy bilan Uyg'ur musulmonlarini o'zaro to'y qilishga ijtimoiy jihatdan qistab, tahdid solganligi, Sharq Turkiston musulmonlariga nisbatan intayin xatarlik bir masala mavjud ekanligi, u bo'lsa-mu G'arbiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga qo'shni bo'lgan islom allari o'zlarining ustiga yuklangan mustamlikada qolgan musulmon qo'shnisiga yordam qilish majburiy turuqliq Xitoy kommunistlari bilan kelishim tuzib, o'z davlatiga qochib chiqqan Uyg'urlarni tutib, Xitoyga o'tkazib berayotganligi, uning ustiga Sharq Turkiston musulmonlarini Xitoylar xalqaroga o'ch ko'rsatish uchun terrorchi deb tuhmat qilayotganligi, Sharq Turkiston musulmonlari har jihatdan iskanjiga elinganligi, hatto ularning din o'rganishimi asla mumkin emasligi, ana shunday ichinishli zulmlardan dinini elib qochgan 3 milliondak Uyg'ur musulmonlari dunyoning har qaysi joylarida sargardon bo'lib yurayotganligi atrofliq so'zlangan. Maqolaning avtori Tahami Majuri Algeriya Ulamolar birlik tarafidan nashr qilinayotgan Basair haftalik jurnalining muharriri. Malayziya 28 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligini oshkorladi. Malayziya axborot vositalarining 1-oyning 12-kunidagi xabardan naql qilishicha, Beijingda ziyorati bo'lgan Malayziya muavin bosh ministri Zahid 2013-yildan buyon Malayziyaning O'ttir Sharqqa berib terrorlik tashkiloti Daesh sepiga qo'shilmoqchi bo'lgan 28 nafar Uyg'ur gumondorni Xitoyga qaytarib berganligini oshkorlagan. 2017-yili 1-oyning 13-kuni Amerika ovozi Malayziya axborot vositalarining 1-oyning 12-kunidagi xabardan naql qilishicha, oldingi kuni Beijingda ziyorati bo'lgan Malayziya muavin bosh ministri Zahid 2013-yildan buyon Malayziyaning O'ttir Sharqqa berib terrorlik tashkilot deb qaralayotgan Daesh sepiga qo'shilmoqchi bo'lgan 28 nafar Uyg'ur gumondorini Xitoyga qaytarib berganligini oshkorlagan. Chet elda faoliyat qilayotgan Uyg'ur tashkilotlari Malayziya hukumatiga raddiya berib bundoq dedi: Aslida bu Uyg'urlarning terrorlik tashkilotiga qatnashish muddaosi yo'q. Ular faqatla Xitoyning diniy bismi va hayotiga kelayotgan tahdidlardan qutulish uchun qochib chiqib, panohlik izlayotgan Uyg'urlardir. Egallanishicha, Malayziya muavin prezidenti Zahid qo'shimcha ichki ishlar ministrlik vazifasini o'tayotgan bo'lib, hozir Beijingda ziyorati ekan. U Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarning Malayziya orqali Turkiyaga o'tib, oxirida Turkiya orqali Suriya yoki Iroqqa kirib, Daesh tashkilotiga qatnashmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston islom harakatining a'zolari ekanligini da'vo qilgan. Malayziya soqchilarining bu Uyg'urlarni Malayziya tavalligidan chiqib ketib bo'lguncha qo'lga tushirganligini, bu jarayonda Xitoy tarafining axborot bilan ta'minlab berganligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Umar Qanat payshanba kuni Amerika ovozi radiosidan mundoq dedi: Malayziya Xitoyga qaytarib bergan Uyg'urlarning Sharq Turkiston islom harakati a'zosi ekanligini bildiradigan hech qanday isbot yo'q. Xitoy o'zining istibdod siyosatiga qarshi turgan har qanday Uyg'urni terrorlikqa yoki Sharq Turkiston islom harakatiga chetib ayiblamoqda. Uyg'urlarning Turkiyani panohlik o'rni qilib tanlashi faqat dunyodagi boshqa islom allarining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish nisbatining yuqori bo'lishi hamda boshqa islom allari Uyg'urlarga nisbatan bexatar emasligi, Turkiyadagidek bexatar panohlanolmasligidan kelib chiqqanligini ta'kidladi. Imom Xatiblar maktabida Sharq Turkiston haqida dokulat berildi. 13 yanvar juma kuni tushdan keyin Istanbul Kartal Anadolu Imom Xatib to'liq o'ttir maktabida o'quvchilarga Sharq Turkiston haqida ma'lumot berildi. 2016-yil 13 yanvar juma kuni tushdan keyin Istanbul Kartal Anadolu Imom Xatib to'liq o'ttir maktabi Sharq Turkiston haqida o'quvchilarga ma'lumot berish uchun Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatini alohida taklif qilgan. Taklifga binoan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatidan Abdusalom Taklimakani bilan Abduxilil Abid o'g'li qatnashgan. 200 dan ortiq o'quvchilarning qatnashishi bilan o'tkazilgan bu faoliyatda Abdusalom Taklimakan Sharq Turkistonning qisqacha tarixi, umumiy vaziyati, jug'rafiyalik ahvoli, yer osti va usti boyligi, shuningdek hozirgi siyosiy vaziyat to'g'risida tafsiliy ma'lumot bergan va o'quvchilarning qizg'in olqishiga erishgan. Abdusalom Taklimakanining Sharq Turkiston haqida doklat berishi oxirlashgandan keyin faoliyatga qatnashgan o'quvchilar Sharq Turkiston haqida texmo aniq tushunchaga ega bo'lganligini va bu faoliyatdan to'liq xursand bo'lganligini bildirishgan. Maktab rahbarlari alohida rahmatini bildirib, bu faoliyat orqali o'quvchilarning Sharq Turkiston haqida bir qadar tafsiliy ma'lumotlarga ega bo'lganligini, imkoniyat yor bersa, bu xildagi faoliyatlarni yana o'tkazadiganligini bildirishgan. İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatiplar to'liq o'ttir maktabi Turkiyadagi davlat darajalik eng ilg'or alohida 10 cho'ng to'liq o'ttir maktabning biri bo'lib, Turkiya raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anning maqtishi va lavhasiga erishgan. Dausda Xitoyga qarshi namoyish.
Xitoy raisi Xi Jinping Davosda 17 yanvar boshlangan Dunyo iqtisod munbiri yig'iniga qatnashish uchun Shveysariyaga yetib keldi. Xi Jinping tarixda tunji bo'lib Davos yig'iniga qatnashgan Xitoy raisi bo'lib hisoblandi. Ammo u kelibla Uyg'ur va Tibet tashkilotlarining norozilik namoyishiga uchradi. Xitoy raisi Xi Jinping Davosda 1-oyning 17-kuni ochiladigan Dunyo iqtisod munozarasi yig'iniga qatnashish uchun Shveysariyaga yetib kelgan. Xi Jinpingning bu qatimqi yig'iniga qatnashishi tarixda tunji bo'lib, Davos yig'iniga qatnashgan Xitoy raisi bo'lib hisoblandi. Yig'iniga qatnashish uchun kelgan Xi Jinping Davos yig'ini harpisida biz ko'rib turayotganimizdek tinchligimizni va muqimligimizni buzadigan, shundaqla har xil qiyinchiliklar sababidan dunyoda murakkab taraqqiyotlar mavjud. Men bu qatimqi Shveysariyaga qilgan ziyoratimda va Davosdagi iqtisod munozarasi yig'inida bu muhim xalqaro masalalarning o'rtaq hal qilish yo'lining tepilishini umid qilaman deganlarini bildirgan. Xi Jinping Shveysariyaga kelgandan keyin bu yerdagi ba'zi tashkilotlar Xi Jinpingga qarshi namoyish olib borgan. 16 yanvar saharda parlamentga yiroqroq bo'lgan o'rinda elib berilgan Xitoyga qarshi namoyish hukumat o'rinlaridan ruxsat ilingandan keyin elib berilganligi, ma'lum bir o'quvchilar tashkiloti tomonidan elib berilgan harakatning bo'lsa, ruxsat ilinmasdan qilinganligi bildirilgan. Bu namoyishda Tibetga erkinlik, Sharqi Turkistonga erkinlik degan xatlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan yoshlar Xitoyga qarshi shuarlarni to'lashgan. Natijada namoyish qatnashgan kishilardan 30 dan ortiq namoyishchining tutqun qilinganligi ma'lum bo'lgan. 17 yanvar kuni Germaniyaning Myunxen shahridan 2 mashinada Uyg'urlar Shveysariyaning Janvaga kelib, bu yerdagi Uyg'urlar bilan birlikda Xitoy raisi Xi Jinpingga qarshi namoyish o'tkazgan. Bu namoyishga Tibet tashkilotlari qatnashgan bo'lib, 4 soat atrofida davomlashgan. Bu qadimgi Davos yig'iniga 100 dan ortiq davlatdan taxminan 3000 dak siyosatchi va rahbarlar, 30 dak davlatning raisi va bosh ministrlari, iqtisodiy egilik yaratgan dangliq korxonalarning mas'ullaridan qatnashadigan bo'lib, 1-oyning 17-kunidan 20-kunigacha o'tkazildi. Yig'inda asosliq mablag' selindigan 400 dan ortiq turda kelishim va talash tortishlar elib berildi. Hamda hurmatli erkinka hamda shu ikkinchi bir masala shu 17 yanvar kuni shu Shveysariyada Dunyo iqtisod munbiri bu yig'ini ochildi. Buningga Xi Jinping qatnashdi. Xi Jinping shu Xitoy raislarining ichida tunji bo'lib qatnashgan rais ekan hamda bu yig'inga. Aldılar men hamda bu yig'inda so'zlanganlarni deyishdan burun nima uchun masalan Xitoy ta hozirgacha tarixda tunji qatim qatnashgan rais Xi Jinping bo'ldi. Burun nima uchun qatnashtirilmagan Xitoy masalan mushaqti fikringizni aytsam. Burun bu yig'inga shu mutaxassislar keladi. Bo'lib shu iqtisodiy mutaxassislar keladi. Xitoydan. Onunla shu munosabatlik ba'zi ministrlar keladi, bosh ministr keladi. Hozirgi bosh ministr Li Keqiang o'zi shu iqtisodningki mutaxassis. Aslında shu kelish lozimdi. Yani yig'inninki mazmuniga muvofiq. Ammo bu da Xitoy hamda o'zininki ko'z qarashni bo'libmi shu dunyo siyosati, dunyo iqtisodi, tijorat shu jihatdan o'zini fikrini dunyoga to'ntish uchun Xi Jinping bevos bunga qatnashgan. İkincisi Xi Jinping shu yilning oxirlarida kuzda içildiğen partinin 19. kurultayda yeniden saylanıp çıkıdı. Hoş. Bu saylanışının aldıda özününki inovatını, namını tikleş üçün bozma, bunda yığınga katlaşıp dünyada özününki, şu Xitay'nınki asas başlığı diğerine közetmek için. Hoş. Elime Xitay hazırki hakimiyet işindeki Xi Jinping siyasi parti ve şundakla Ermenininki hukukunun şu çoğun hukukunu koluğa ilvagan. Ve bununla birlikte Milli Xavfsizlik Konseyininki başlığı bu. Yani Xitay'ınki şu CH idarı bile Akbarat idarının hemmisini bir tutar özünün kolda tutvagan. Yani birisi şu ıslahatını elip biriş şanı diyen bir teşkilatını kurdu, bir organ kurdu. Bu organlama bir şey. Bu küçük görüngen bunda bu teşkilat aslında şu merkezden en töven seviyedeki bir organgacha hukuku yitadigan bunda bir organ bu. Hoş. Bunun galiba küçük emas. Yani bunda degan maqsadda Xitoyda qanchalik huquq bo'lgan bo'lsa, qanchalik cho'ng huquq bo'lgan bo'lsa, hammasini Xi Jinping qo'lga ep bo'ldi degan.
Endi Xi Jinping bundaq bo'lgan ahvolda dunyoga mı Xitoyningki haqiqiy lider men demoqchi. TRT Ovoz kanalida Reyna hujumi ve Uygurlar hakkında maxsus programma tarqatildi. 17 yanvar günü Türkiye TRT Ovoz Davlatlik televiziya kanalı bilan Kanal A televiziyasida Dünya Uygur Qurultayının muavin reisi Seyitun Türk Efendi bilan Yangi yil kechasi İstanbul'un O'rtako'ydagi Reyna klubida yuz bergan qanliq vaqaning Uygurlar ve O'rta Osiyo turklariga bo'lgan ta'siri to'g'risida naq maydon suhbati elib berildi. Ve bu xildagi suhbat programmalari Türkiye'nin başka xilma-xil kanallarida ko'plab o'tkazilmoqda. 17 yanvar günü Türkiye TRT Ovoz Davlatlik televiziya kanalı bilan Kanal A televiziyasi saat 13'dan 30'da ve saat 16'da Dünya Uygur Qurultayının muavin reisi Seyitun Türk Efendi bilan Yangi yil kechasi İstanbul'un O'rtako'ydagi Reyna klubida yuz bergan qanliq vaqaning Uygurlar bilan O'rta Osiyo turklariga bo'lgan ta'siri to'g'risida naq maydon suhbati elib bordi. Seyitun Türk Efendi bu naq maydon programmalarda Reyna qanliq hujumi yuz bergandan keyingi ba'zi axborot o'rinlarining O'rta Osiyolik jumladan Sharq Turkistonlik Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasi haqida to'xtalib, jinoyatchining kim ekanligi texnik keskin holatda aniq bo'lmagan ahvolda Uyg'urlar va Sharq Turkistonliklarning obraziga dog' tushirilganligi, terrorchi tutilgandan keyin masalaning texmi oydinlashib, Turk xalqining yanida turgan Sharq Turkistonliklarning ko'nglining tinganligi haqida tafsili so'zlab o'tdi. Hamda Uyg'urlarning hozirgi vaziyati shundaqla Xitoy zulmi va diniy besimi sababidan to'g'ri bo'lgan diniy tushunchaga ega bo'la olmayotganligi, natijada bir qism terrorchi va xato aqidadagi guruhlarning ularni o'z tarafiga tortish uchun ko'p tirishayotgan bo'lishi mumkinligini tilga olib, Turkiya hukumatining muhojiratga Uyg'urlarga texmi yaxshi sharoitlarni yaratib berishini umid qilganligini so'zlab o'tdi. Undan boshqa terrorchining na dini, na millati, na irqi bo'lmaydiganligi, har millatning ichidan jinoyatchi chiqadiganligi, ammo buninglik bilan bir millatni bir butun jinoyatchi deyishga bo'lmaydiganligi haqida to'xtalib o'tish bilan birga Turkiya muavin ministri Vaysi Kaynakning ba'zi so'zlari uchun o'ziga maktub yo'llaganligini, buningdek ba'zi bir xato tushunish bo'lib qilishlarning o'zaro qarindoshlikqa hech qanday ta'sir yetkazmaydiganligini tilga oldi. Seyitun Türk Efendi 18 yanvar soat 14dan 20da yana TV Net'da yuqorqi mazmunlarni ko'rib, naq maydon suhbati elib bordi. Amerika'nın Xitoyni jazolash planiga Rossiya sherikmi? 18 yanvar kundagi Hong Kong kundalik xabarda Trumpning Rossiyaga qartilgan iqtisodiy jazoni amaldan qoldirib, Xitoyning bir jungo siyosatini qo'llashdan voz kechadiganligidan bishorat berganligi xabar qilindi. 2017 yılı 1. ayının 18. gündeki Hong Kong kundalik xabarda mundaq deyilgan. Oldimizdagi juma kuni huquq topshirib olgan Trump axborot vositalariga Rossiyaga qartilgan iqtisodiy jazoni amaldan qoldirib, Xitoyning bir jungo siyosatini qo'llashdan voz kechadiganligidan bishorat berdi. Bu so'z orqali Trump Rossiya bilan birlashib, Xitoyni jazolashdan iborat yangicha bir yo'lni tutadiganligini aks ettirib berdi. Xalqaro munosabat cho'ng bir qart o'yiniga duch kelyapti. Xitoy bu o'yinda qanday qilar, Hong Kongmi o'z ishini qanday bir taraf qilar? Amerika so'g'uq munosabatlar urushi mezgilida Sovet ittifoqini ideologiya sohasidagi boshlamchi dushman, Xitoyni ikkinchi dushman deb qaraydi. Ammo 1970-yildan keyin o'zining strategiyasini Xitoyni yeniga tortish orqali Sovet ittifoqini yetim qoldirib jazolashga tangshigan. Amerika Xitoy munosabati normallashib, 1991-yili Sovet ittifoqi parchalangan. O'z vaqtidagi Xitoy bilan birlashib, Rossiyani jazolash siyosatini yanada Amerika belgilagan. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiyaning iqtisodiy uzluksiz chekindi. Lekin Xitoyning iqtisodi bargan sari o'rlab, o'z vaqtidagi Sovet ittifoqining rolini elib, Amerikaga xavf elib kelish sharoiti kun sari kuchayotdi. Trump bo'lsa dal Xitoyni Amerikaga nisbatan tahdid deb qaraydigan guruhlarning qatoridagi shaxs edi. Trump manfaat nuqtasida turib murassa qiladi. Trump savdogar bo'lganlikdan ideologiya sohasi bilan ancha xo'shi yo'q bir shaxs. Uning ko'z oldida hamma narsa manfaatga yig'inchoqlanib, cho'ng vaziyat ancha e'tiborga elinmaydi. Shunga u Rossiya bilan birlashib, Xitoyni jazolash siyosatini o'ttirg'a chiqarib, Amerika siyosiy yo'llari va bexatarlik organlarining ko'z oldidagi birinchi dushmanni do'stga o'zgartirish plani birinchidan Rossiyalik do'stlarining ko'z qarashlaridan elingan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan nuqul holda Xitoyni jazolaydigan yangi tadbir bo'lishi mumkin. Trumpning bir jungo siyosatidan voz kechib, o't bilan o'ynashganligi darhol o'zini ko'ydirishi mumkin degandek analiz qiluvchilar ham bor. Savdo sohasida bu plan eqib qilishi mumkin, biroq Xitoy bilan aloqa qilganda bu ancha eqib ketmasligi mumkin. Chunki Xitoyning Tayvan masalasi bir xil qizil siziq bo'lib, Xitoy qat'iy yo'l qo'ymasligi, bu masalada savdolashmasligi turganli gap.
Chunki Xitoy Tayvan mustaqilligiga yo'l qo'ysa, Shizang masalasi, Sharq Turkiston masalasi, hatto Hong Kong mustaqillik masalasi qatorliq yig'ishtirg'ili bo'lmaydigan masalalar o'ttirg'i chiqishi mumkin. F-35 tipli kurashchi aeroplan rasmiy mudofaa holatiga o'tdi. Amerikaning F-35 tipli birlashma hujum qilish havo armiya piloti tunji qitimliq muqim vazifasini ijro qilish uchun Amerikaning Yaponiyadagi bazasiga yerlashdi. Amerikaning F-35 tipli birlashma hujum qilish havo armiya piloti tunji qitimliq muqim vazifasini ijro qilish uchun Amerikaning Yaponiyadagi bazasiga keldi. Bu haqda e'lon qilingan 3-dengiz chorlag'uchi qismining bayonotida 120-dengiz urush aeroplanlari hujumchi pilotidan qo'zg'algan 10 dona F-35 tipli hujumchi aeroplanning Yaponiyaning Iwakunidagi Amerika bazasiga kelib qo'nganligi va 6 dona F-35 hujumchi aeroplanning bazada mudofaa holatiga o'tganligi qayd qilingan. Bayonotda aeroplanlarning Tinch okeandan o'tish uchun avval Arozina shtatining Yumadagi lageriga qo'nib, ondan u yerdan Yaponiyaga uchganligi bildirilgan. Birinchi dengiz havo qo'mondonligining generali Russell Sunborn F-35 tipli kurashchi aeroplanlarning Yaponiyani mudofaa qilish bilan munosabatli ekanligini tilga olgan. Hamda bu aeroplanlarning bu yerga o'rinlashishi bizning Yaponiya va Tinch okean rayonining bexatarligini ustimizga oldiganligimizni ko'rsatadi. Rayondagi mas'uliyatimizga yanama ko'p qo'llashni qo'lga keltirish uchun Tinch okeanga eng ilg'or texnikalarimizni elib keldik degan. 5-avlod ko'p funksiyalik alohidalikka ega kurashchi aeroplanning quruqlikdagi otiplik bazaga qo'nish va uchishiga mos keladigan planlar, havo armiyasidagi B-tiplik aeroplan qo'nish va uchish kemasiga o'xshash kichikroq supalarga tusha oladigan shaklda planlanganligi sababidan dengiz qismlari va paraxodlarda C-tiplik aeroplan qo'nish bazasi dengiz ustidagi dengiz harbiy kuchlari mexanizmida vazifalarni o'rinlaydi. Uzun vaqtdan beri bo'layotgan yuqori bahoni harakatchanlikqa ega qiladigan holatga keltirilayotganligida ishlarning oqsab qolishi sababidan kun tartibga kelgan F-35 tipli kurashchi aeroplanning programmalari Amerikaning yangidan prezidenti bo'lib saylangan Donald Trump maqsad qilgan holatga keldi. F-35 tipli kurashchi aeroplan hozirgacha ishlab chiqarilgan eng qimmat aeroplan bo'lib, uning har birining bahosi eng tuvan bo'lgandami $160 million dan oshirganligi bildirilmoqda. Qirg'izistondagi aeroplan qazosida 37 kishi hayotidan ayrildi. 15 yanvar yakshanba kuni Turkiyaning yuk tashish aeroplani Qirg'izistonda tushib ketib, 39 kishi hayotidan ayrildi. 15 yanvar payshanba kuni Turkiyaning yuk tashish aeroplani Qirg'izistonda tushib ketdi, 39 kishi hayotidan ayrildi. Xabarlarda bildirilishicha, Qirg'izistonda tushib ketgan Boeing 747 tipdagi Turkiya yuk tashish aeroplani Hong Kongdan uchgan bo'lib, ko'p qor yig'ayotgan Qirg'izistonning poytaxti Beshkekdagi Manas aerodromiga tushayotgan chog'da kontroldan chiqib tushib ketgan. Qirg'iziston qatnash ministrligi aeroplanning Manas aerodromiga tushayotgan chog'da tushib ketganligini ta'kidlagan. Aeroplan kishilarning uylari va mashinalarining ustiga tushib ketgan bo'lib, natijada 15 uy vayronchilikka uchragan. 37 kishi hayotidan ayrilib, 6 kishi yaralangan. Parchalanib ketgan aeroplan parchalarini izlash davom qilayotgan bo'lib, aeroplanning tushib ketish sababi tekshirilmoqda ekan. Ironda 17 qavatli xizmat binosi gumron bo'ldi. Ironning poytaxti Tehrondagi Simol xarakterli 17 qavatli bir xizmat binosi 19 yanvar payshanba kuni o't ketish sababi bilan gumurilib tushdi. Ko'p sonda o't o'chirish xodimi va naq maydonni suratga olg'uvchi muxbirlar bino ostida qolgan. Iranning poytaxti Tehrondagi Simol xarakterli 17 qavatli bir xizmat binosi 19 yanvar payshanba kuni o't ketish sababi bilan yiqildi. Eng oz bo'lganda 30 dak o't o'chirish xodimi va naq maydonda suratga olg'uvchi muxbirlar bino ostida qolgan. Anatoliya agentligining xabariga qaraganda, Turkiyaning Tehrondagi elchixona binosi joylashgan Istanbul 4 yo'l eg'izdagi yaltiroq sulyov mahsulotlari va kiyim-kechak zavodlari o'rnashgan 17 qavatli bir bino o't ketish sababi bilan o'rilib tushgan. İran davlatlik axborot organi Press televiziyasi bu vaqada eng oz bo'lganda 30 dak o't o'chirish xodimining hayotidan ayrilganligini bildirgan. Televizor naq maydon muxbirlari kameraga elayotgan vaqtda bino o'rilib tushgan bo'lib, az bo'lganda 50 dan 100 gacha kishi bino parcha-puratlarining ostida qolganligi taxmin qilingan. Atigan sahar binoning usti qavatiga o't ketgan bo'lib, nima uchun o't ketganligi texi bilinmagan. O't o'chirish xodimlari jiddiy naq maydonga yetib kelib, o'tni o'chirayotgan paytda bino o'rilgan. Turkiyaning Tehron turishliq elchixonasidan e'lingan ma'lumotlarga qaraganda, vaqa yuz bergandan keyin Turkiya elchixonasi binosi bo'sh qoldirilgan, ammo elchixona binosiga zarar yetmagan. Vaqaga munosabatli ahvollar jiddiy tekshirilmoqda ekan. Bu bino 1960-yili Ironlik Yahudi
Habib Al-Ghanyan tarafidan lohilab selingan bo'lib, Tehronning eng egiz binosi hisoblanadi ekan. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bu haftalik İstiqlal xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunday program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.